Maxsus texnikalar yonib ketmoqda. Ijtimoiy tarmoqda juda ko'p video ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqa ekskavatorlar, pogruzchik, buldozer kabi maxsus texnikalar yonayotgan videolari keng tarqaldi. Yaqinda ham sahifamizga shunaqa videolardan birini joyladim. Texnikalar nima uchun yonib ketmoqda, nima sababdan? Bugun shu savolga javob olamiz. Evaziga like bosib qo'ying. Mahoratli elektrik usta Akramjon aka bilan bugun intervyu qilamiz. Akramjon aka, hormang. O'sha bir savol sizga. Ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p ko'ryapmiz. Maxsus texnikalar yonib ketmoqda. Yongandan qattiq yonar ekan. Nimani hisobiga bular yonib ketyapti? Bu texnikada kabellar bilan shlankalar yonma-yon yuradi-da. Mana oddiy mana shlanka, mana zamekani, mana ko'rib turibsiz mana. Shu yerda mana zamekani bo'lib turibdi mana. Demak, bu hozir ishqalangan. Hisobiga mana o'sha mismi nimadir chiqib qolgan. Bu mana shlankamizga ishqalangan. Shlankamiz trosli bo'ladi. Bir-biriga zamekani bo'lganda iskra chiqadi. Iskra chiqqan zamekani bo'lganda предохранительga sim o'ramaslikni tavsiya qilamiz. Ha, предохранительный shitdagi yo'q, ko'pchilik tanga qo'yib qo'yadi yoki sim tiqi. O'shanga sim o'ramaslikni tavsiya qilamiz. Mana shunaqa gofr joylarda, mana qo'mitida qistirilgan joylarda texnikalarga ishqalanib, mana ular yeyiladi, simlar ochilib, zamekana bo'ladi. Shuni hisobiga yonish hisob bo'ladi. Sim o'ramani предохранительga e'tiborli bo'lish kerak. Bu yonuvchan bo'ladi. Neftovoy produktda vertyonkalari ham, shlankalari ham yonuvchanda. Buni o'chirib bo'lmaydi yongandan keyin. Ha, chunki haqiqatda ijtimoiy tarmoqda ko'rdim, xuddi metan gaz yoki benzindagi shunaqa yonar ekan, uni o'chirib bo'lmas ekan uncha-munchaga. Salarkasimi lubo bitta narsasi ketsa, buni o'chirib olish juda qiyin bu narsani. O'shanga mana shunaqa simlarni ishqalanadigan joylarga e'tibor berib qo'yib. Demak, siz tajribangizda hozir siz yongan mashinalarni ham montajini qilyapsiz. Ha, noldan qilamiz. Videolardan ham qo'yib ketaman, xudo xolasa. Mana yana bir ko'rsatay. Hozir buni siz izolentalab, asosiy holatlari demak, zamekaniya va предохранительdan chiqadi, sim o'rnatsa. O'zboshimchalik bilan. Hurmatli obunachilar, menimcha video foydali bo'ldi. Siz ham qanaqa fikrdasiz? Boshingizdan o'tgani, ko'rganingizni kommentariyga yozib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi, chunki u bilasiz, bu texnikalar eng kami $50,000 va undan yuqori texnikalar juda ham qimmat. Shuning uchun avvalo texnik va xavfsizlikka soz holatda yurishini doim ta'minlab turishingizni so'rab qolamiz. Videoga like bosib, xizmat bo'lsa akaga aloqaga chiqishingiz mumkin. Qanaqa savollaringiz bo'lsa yozing, keyingi safar shu haqida video qilamiz.